Bugungi kunda O'zbekiston taraqqiyotning yangi davriga kirib, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalarda izchil yangilanishlarni amalga oshirmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar nafaqat iqtisodiyot va boshqaruv tizimini modernizatsiya qilish, balki milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash, boy tarixiy merosimizni dunyoga keng targ'ib etish, ilm-fan va ta'limni yangi bosqichga olib chiqishni ham o'z ichiga oladi. Yangi O'zbekiston g'oyasi asosida olib borilayotgan izchil siyosat natijasida yurtimizning xalqaro nufuzi ortib, u global hamjamiyatning faol va ishonchli hamkoriga aylanib bormoqda. Asrlar davomida jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalar va mutafakkirlar yetishib chiqqan muqaddas zamin O'zbekiston bugun ham o'zining boy tarixi, betakror madaniyati va mehmondo'st xalqi bilan dunyo e'tiborini tortmoqda. Ayniqsa turizm sohasida amalga oshirilayotgan tub islohotlar mamlakatimizni xalqaro maydonda yanada jozibador maskanga aylantirmoqda. Zamonaviy infratuzilma, qulay investitsion muhit, tarixiy obidalarni asrab-avaylash va restavratsiya qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish kabi ustuvor yo'nalishlar turizmning barqaror rivojlanishiga mustahkam zamin yaratmoqda. Jahon sivilizatsiyasining qadimiy o'choqlaridan biri, yer yuzining sayqali deya ta'riflangan Samarqand esa bu jarayonlarning yorqin timsoli sifatida namoyon bo'lmoqda. Buyuk Ipak yo'lining yuragi bo'lgan ushbu shahar bugun nafaqat tarixiy me'moriy obidalari, balki zamonaviy ilmiy, ma'rifiy va iqtisodiy salohiyati bilan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Samarqandning yangi taraqqiyot bosqichiga ko'tarilishi, unda nufuzli xalqaro anjumanlar, biznes forumlar va ta'lim loyihalarining izchil amalga oshirilishi mamlakatimizning ochiqlik va hamkorlik siyosatining amaliy ifodasidir. Davlatimiz rahbarining 2025-yil noyabr oyida Samarqand viloyatiga tashrifi chog'ida viloyatning asosiy driver sohasi sifatida bu turizm sohasiga bergan urg'usini alohida ta'kidlab o'tishimiz kerak. Aynan mazkur yo'nalish davomida viloyatimizga 26-yil uchun bir qator rejalar qo'yib ketildi davlatimiz rahbari tomonidan. Jumladan aynan 26-yil uchun xorijiy sayyohlarning viloyatga tashrifini 5 million nafarga yetib belgilash, mahalliy sayyohlarni ko'rsatkichini esa 6 million nafar va ulardan kelayotgan turizm xizmatlari eksportini 800 million AQSh dollari miqdoriga yetkazish bo'yicha oldimizga 26-yil uchun keng maqsadlar qo'yib oldik. Albatta bu maqsadlar shunchaki qog'ozda emas, balki amalda erishilishi uchun ham bir qator ishlar amalga oshirish kerak. Jumladan bu bo'yicha aynan ko'plab chora-tadbirlar belgilab olindi. Asosiy yo'nalishlarimizdan biri sifatida 2026-yili viloyatimizda ishga tushish kutilayotgan Imom al-Buxoriy memorial kompleksini foydalanishga topshirilishiga borib taqaladi. Aynan bu kompleks atrofida umuman viloyatimizga tashrif buyuruvchi ziyorat turizm xizmatlari yo'nalishidagi sayyohlarning sonini 1,5 million nafarga yetkazish va asosiy urg'uyimizni aynan Indoneziya, Malayziya, Bangladesh, Singapur kabi davlatlarga qaratganimiz ham bir majoziy ma'noga ega, chunki mazkur davlatlarni asosiy qismi aynan musulmonlardan iborat bo'lib turib, aynan Buxoriy tariqatiga qiziqish yuqori ekanligini hisobga olib, u yerda bir qator targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti. Imom al-Buxoriy majmuasi mart oyida foydalanishga topshirishni hisobga olib, biz shu kunga qadar aynan mazkur davlatlar bilan to'g'ridan-to'g'ri elchixonalar orqali aloqalarni yo'lga qo'yib, targ'ibotimizni amalga oshirib, turistik sohasida faoliyat yurituvchi tadbirkorlarimiz bilan ikki davlat o'rtasida B2B hamda B2G formatida uchrashuvlar tashkil qilinib kelinmoqda. Bu umuman olganda mana shu 5 million nafar xorijiy sayyohlarni jalb qilish uchun ko'zda tutilgan bir yo'nalish hisobga olsak, keyingi yo'nalishlarimiz sifatida umuman ularni viloyatimizga tashrif buyurgandan keyin ularni qolish kunini uzaytirishga qaratilgan bir chora-tadbirlarni aytib o'tishimiz kerak, chunki 2025-yilda xorijiy sayyohlar viloyatimizda 2,5 kun davomida qolganligini hisobga olgan holda 26-yilda 3 kunga uzaytirish qilingan va bu bo'yicha 8 ta turizm ko'chasini tashkil qilish bo'yicha aniq bir reja grafik tuzib chiqildi. Viloyatimizda potensial yuqori bo'lgan, umuman sayyohlarni bir e'tiborini tortishi mumkin bo'lgan 8 ta ko'cha belgilab olinib, bugungi kunda loyihalar ishlari davom etyapti. U ko'chalarda o'zining asosiy kontingentidan kelib chiqqan holda gastronomik yo'nalishda tashkil etilayotgan ko'chalar, shopping turizm yo'nalishida, shuningdek ekoturizm yo'nalishi va umuman boshqa yo'nalishlar kabi 8 ta ko'chalarimiz belgilab olingan va bu ko'chalar ham bosqichma-bosqich mart oyidan boshlab ochilishi ko'zda tutilgan hamda mana bizda aynan turizm mavsumini yo'q qilish, ya'ni o'sha turizm oqimi past bo'lgan oylarda aynan ko'rsatkichini oshirish maqsadida festivallar tashkil etish rejimini ham 2025-yildan keng tarzda yo'lga qo'ydik va 26-yil uchun ham bir qator katta xalqaro tadbirlar tashkil etish reja qilingan. Bulardan asosiylari Sharq taomlari xalqaro gastronomik festivali mart oyida Navro'z bayrami arafasida bo'lib o'tishi
reja qilinyapti. Shuningdek, Urgut tumaniga prezidentimiz tashrifidan keyin aynan o'sha tumanni keng eko va ekstremal turizm imkoniyatlaridan foydalangan holda aynan xalqaro havo sharlari festivali hamda xalqaro paraplan festivali va moto drift show kabi bir qator festivallarimizni o'sha tumanda o'tkazish bo'yicha aniq rejagraf ishlab chiqildi. Bularning barchasi umuman viloyatimizga tashrif buyurayotgan sayyohlarga ko'rsatilayotgan xizmat sifatini oshirish, ularga yana qo'shimcha servis turlarini taklif qilish va albatta barchasini ortda turgan asosiy maqsadimiz, pirovard maqsadimiz bu turizm xizmatlari eksporti, budjet hisobiga tushayotgan daromadlar ko'lamini oshirishni bir nazarda tutadi va bugungi kunda tashrif buyurayotgan sayyohlarning asosiy manzilgohi sifatida Samarqand shahri bo'lib qolgan. Bu bo'yicha biz aynan Samarqand shahriga kelgan sayyohlar tumanlarga ham yo'naltirish, umuman nafaqat bizda madaniy va tarixiy turizm, balki etno, ekstremal, ekoturizm yo'nalishlarini qolgan hududlarimizda tashkil qilish bo'yicha ham tegishli bir yo'l xaritalar ishlab chiqildi. Bu bo'yicha hozirgi kunda keng tarzda turistik firmalarimiz bilan hamkorlikda Olis Qo'shrabot tumanining Pangat qishlog'ida aynan ekstremal turizmga ixtisoslashtirilgan va etno turizmni qo'llab-quvvatlovchi bir mahalla sifatida, turizm qishlog'i sifatida faoliyatini yo'lga qo'yish bo'yicha ishlar ketyapti. U yerda Sentop turizm qishlog'i Navoiy viloyati hamda Pangat turizm qishlog'i o'rtasida tog'lar oralig'ida yo'l ochish orqali kelajakda ikkita qishloq o'rtasidagi sayyohlarni bir ekstremal, ya'ni o'sha motobayk va boshqa ko'plab xizmatlar orqali bog'lash imkoniyatlari ko'rib chiqilyapti. Hamda bizda Bulung'ur tumanida ham Erganakli turizm qishlog'i mavjud. Bu yerda bugungi kunda Amir Temur davridan bizga meros qolgan Sheroz Qala tarixiy yodgorlik majmuasi bor. O'sha yerda yangi 2026-yil yakuniga qadar biz tarixiy etnografik hayotimizni jonlantirib beruvchi sahna ko'rinishlaridan iborat jonli o'sha Amir Temur davrini xotirlovchi sahna ko'rinishlarini tashkil etish bo'yicha ishlar davom etyapti va aytib o'tishimiz kerak, yil yakuniga qadar aynan ko'plab hududlarimizda bu aynan Nurobod tumani, Samarqand tumani, Qo'shrabot tumani, Urgut tumani va albatta Bulung'ur tumanlarida keng loyihalar foydalanishga topshirishlari belgilab o'tilgan. 26-yil uchun bizda yana 6 ta qishlog'imizni turizm qishlog'i maqomini berish oldimizdagi asosiy maqsadlardan biri. Bu orqali o'sha tumanlarda, o'sha hududlarda ishsizlarni ish bilan ta'minlash, kam ta'minlangan oila farzandlarini asosan bu ishga yo'naltirish hamda umuman keng o'zini potensialidan, imkoniyatidan foydalangan holda bir yangi o'ziga bir yo'nalish ochgan holda xizmat turlarini oshirishga qaratilgan navbatdagi bir loyiha sifatida qarasak bo'ladi. Turizm sohasi ko'p yo'nalishli va o'zaro uzviy bog'langan murakkab jarayonlar majmuasidan iborat bo'lib, u mehmonxona boshqaruvi, transport logistika xizmatlari, marketing va brending, servis va mehmondo'stlik madaniyati, gidlik faoliyati, raqamli texnologiyalarni joriy etish hamda barqaror rivojlanish tamoyillarini qamrab oladi. Ushbu yo'nalishlarning har biri chuqur bilim, amaliy tajriba va yuqori darajadagi mas'uliyatni talab etadi. Shu bois har bir sohada zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega, xorijiy tillarni mukammal biladigan, xalqaro standart va ilg'or tajribalarni puxta o'zlashtirgan mutaxassislarni tayyorlash ustuvor vazifa hisoblanadi. Faqat ana shunday kompleks va professional yondashuvgina turizm xizmatlarini sifatini izchil oshirish, mehmonlar oqimini ko'paytirish hamda mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu maqsadda 2025-yil aprel oyidan boshlab Samarqand shahrida Birlashgan Millatlar Tashkilotining yangi xalqaro turizm akademiyasi o'z faoliyatini boshladi. Mazkur ta'lim maskanini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti turizm bilan hamkorlikda tashkil etildi. Ushbu tashabbus mamlakatimizda turizmni strategik tarmoq sifatida rivojlantirish, sohaga zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash borasidagi ustuvor vazifalarning amaliy ifodasidir. Bugun yurtimizda barcha sohalarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, turizm sohasini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Zero xorijiy mehmonlar uchun bizning boy madaniy merosimiz, milliy madaniyatimiz va urf-odatlarimizni targ'ib etishda malakali mutaxassislar muhim jihatlardan biridir. Aynan shu yo'nalishda Xalqaro turizm akademiyasi tashkil etildi va keling aynan ushbu akademiyada qanday yo'nalishlar bor va ushbu akademiya kimlar uchun mo'ljallangan? Xalqaro turizm akademiyasida kurslar
turizm sohasida xizmat ko'rsatadigan barcha tarmoqlardagi mutaxassislarga mo'ljallangan. Ya'ni bizada turizm sohasida marketing va SMM sohasini rivojlantirish, shuningdek restoran va mehmonxonalar biznesidagi menejerlarimiz yoki housekeeping, front office, ya'ni turizmning asosiy yuragi bo'lgan kasblardan biri mana shu sohalar bo'yicha qisqa muddatli, uzoq muddatli kurslarimiz tashkil etilgan. Shu bilan birga turizm sohasida bevosita bog'liq bo'lgan hunarmandlarimiz uchun ham kurslarimizni tashkil qilmoqdamiz. Bu ularning o'sha qo'l mehnati bilan yaratgan har qanday bizani milliy demak hunarmandchilik mahsulotlarimizni sayyohlarga to'g'ri yetkazib berish va bu orqali ularning ham daromadini oshirish, ham O'zbekistonni hunarmandchilik sohasini dunyoga, jahonga ko'rsatib berish bilan bog'liq. Qolaversa, mana shu yuqorida aytib o'tganimdek, sayyohlar bilan bevosita ishlaydigan har qanday mutaxassis uchun Turizm akademiyasi kurslarni tashkil qiladi. Chunki sayyohlar bilan bevosita muloqot qiladigan o'sha mutaxassis albatta mamlakatimiz imijini belgilab beradilar. Bizda turizm o'sha universitetlar bor. Aynan ushbu akademiyaning farqli jihatlari nimada? Farqli jihatlaridan biri bu albatta qisqa muddat ichida va ko'p xarajat qilmay turib o'sha xalqaro standartlarga mos bo'lgan bilimlarni olish va bitta kasbni egallash, ya'ni turizm sohasida. Va mana shu kurslarimizni o'tgandan keyin mana shu soha bo'yicha bemalol faoliyat boshlashi mumkin. Agar o'sha tinglovchimiz xorijiy tillarni yaxshi biladigan bo'lsa, misol ingliz tilini aytaylik, yaxshi biladigan bo'lsa, u nafaqat O'zbekistonda mana shu kasb bo'yicha bizning sertifikatimiz bilan ishlashi mumkin, balki xorijda ham bemalol rasman mana shu sohada faoliyat yuritishi mumkin. Chunki dunyoda bilamiz, turizm sohasi juda ham rivojlangan, ko'p davlatlar bor. U yerda mutaxassislarga talab doimo kuchli. Nafaqat O'zbekistonda, butun dunyoda talab kuchli. Shuning uchun biz mana shu mutaxassislarimizni kuchli, xalqaro standartlarga to'g'ri keladigan, mos keladigan o'sha bilimli mutaxassislar qilib tayyorlashni o'z oldimizga maqsad qilganmiz. Mana hozir biz turgan laboratoriyamiz ham bu ko'plab laboratoriyamizning biri. Ya'ni bilamizki, restoran servisida ham hamma davlatning o'ziga yarasha madaniyati, o'ziga yarasha xizmat ko'rsatish standartlari bor va bizni akademiyada mana shu standartlar va madaniyat qo'shib o'rgatiladi. O'sha tinglovchimiz qaysi davlatdagi restoranga borib ishlashdan qat'iy nazar yoki O'zbekistonda ham tematik masalan joylarimiz ochilyapti. Aytaylik, yapon restorani, turk restorani. Ularda ham faoliyat yuritishda allaqachon o'sha ularning madaniyati, ulardagi xizmat ko'rsatishning o'ziga xos jihatlarini o'rgangan bo'ladilar. Aynan shuning uchun ham laboratoriyamizda hamma mamlakatlarni mos servis ko'rsatish laboratoriyalari tashkil etilgan. Xalqaro turizm akademiyasini asosiy maqsadlarini aytadigan bo'lsam, bu albatta bugungi kunda O'zbekistonda turizm nafaqat bir iqtisodiyotimizni muhim yo'nalishlaridan biri, balki biz bilamizki, bu sohada ko'plab ish o'rinlari yaratilyapti. Bu soha ko'plab sayyohlarni jalb qiladi. Bu soha barqaror yurtimizga kirib kelayotgan daromadlarni olib kelayotgan bir sohalardan biri-da. Mana shuning uchun ham biz buni yanada rivojlantirish, albatta nafaqat Samarqandda, balki butun respublikamizda turizm sohasida faoliyat yuritayotgan o'sha mutaxassislarni malakasini oshirish orqali yana ham mana shu turizmni rivojlantirishga akademiya o'z hissasini qo'shadi va albatta davlatimiz rahbarining turizm sohasini rivojlantirishga, ta'lim sohasini rivojlantirishga berayotgan e'tiborlari, yaratayotgan sharoitlarni yaqqol namunasi sifatida mana shu xalqaro akademiyani ko'rsatishimiz mumkin. Bu yerdagi sharoitlarni ko'rsatishimiz mumkin va bugun har qanday hamma mana shu sohada faoliyat yuritayotgan insonlar bemalol o'zini ustida ishlab, rivojlanib, biznesini rivojlantirishi mumkin yoki o'sha kasbida haqiqiy kuchli mutaxassis sifatida o'sishi mumkinligini ko'rsatamiz.
Akademiyaning asosiy maqsadi turizm sohasida sifatli va xalqaro talablarga javob beradigan ta'lim tizimini shakllantirish, inson resurslarini rivojlantirish hamda sohaning barqaror o'sishini ta'minlay oladigan professional kadrlar zaxirasini yaratishdan iborat. Ta'lim jarayonlari ilg'or pedagogik yondashuvlar asosida tashkil etilib, o'quv dasturlari global tajriba va jahon standartlariga muvofiq ishlab chiqiladi. Akademiya bitiruvchilariga beriladigan sertifikatlarning xalqaro miqyosda tan olinishi esa ularning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligini sezilarli darajada oshiradi. Xalqaro turizm akademiyasi 2025-yilda pilot rejimda o'z faoliyatini boshladi. Shu bilan birgalikda xalqaro dasturlar asosida hamkorliklarni yo'lga qo'ydi. 2026-yildan boshlab akademiyamiz to'liq formatda ish boshladi va u xalqaro darajadagi kurslarni yo'lga qo'ydi. Akademiyamizning maqsadi 2026-yilda hozirgi vaqtda 1000 ta kadrni turizm sohasida malakasini oshirish va 2027-yilda esa bu sonni 3000 ta nafarga yetkazmoqchimiz va shu munosabat bilan biz xalqaro dasturlarni yo'lga qo'ymoqdamiz. Samarqand Xalqaro turizm akademiyasida biz xalqaro standartga javob beradigan kadrlarni yetkazib beramiz. Bizning akademiya UNO bilan birgalikda Jahon turizm tashkiloti bilan birgalikda shafeligida memorandum shakllantirilgan. Agar talabalarga, ya'ni kadrlar masalasiga keladigan bo'lsak, ular uchun barcha laboratoriyalar mavjud. Housekeeping bo'yicha, front office bo'yicha, ya'ni gid hamrohlik va tarjimonlik faoliyati bo'ladimi yoki ya'ni food beverage deyiladi, F&B sohalari bo'yicha, housekeeping sohalari bo'yicha barcha laboratoriyalar mavjud. Bizda o'quv kurslari asosan amaliy va nazariy biriktirilgan. 2 haftalik kurs bo'ladigan bo'lsa, bir haftasi amaliy, bir haftasi nazariy olib boriladi. Xalqaro dasturlar bo'yicha o'qitiladi. Biz hozirgi kunda akademiyamizda fevral oyida yangilik sifatida kurslarni tashkillashtirdik va housekeeping va front office bo'yicha 2 haftalik qisqa muddatli kurslarni tashkillashtirdik va keyingi oyda mart oyida biz rejalashtiryapmiz. Ya'ni food beverage, ya'ni F&B sohasi bo'yicha gid hamrohlik va tarjimonlik faoliyati bo'yicha yana o'quv kurslarimizni boshlaymiz. Jahon turizm tashkiloti bilan biz memorandum imzolaganmiz. Shu sababli bizdagi ta'lim olayotgan talabalar jahon standartiga bemalol javob bera oladi. Nafaqat O'zbekistonda, balkim ular jahon miqyosida ham boshqa chet mamlakatlarda ham o'z sohalari bo'yicha bemalol ishlashlari mumkin. O'zbekiston turizm sohasi yildan yilga rivojlanib bormoqda, sayyohlar oqimi ko'payib bormoqda. Ayniqsa hozirgi kunda Samarqand ayniqsa oladigan bo'lsa, Samarqand, Buxoro, Xiva O'zbekistonning eng turizm sohasi bo'yicha eng rivojlangan viloyatlar qatorida olsak bo'ladi. Ya'ni turizm sohasi bo'yicha eng ko'p tashrif buyuradigan viloyatlar qatoriga bemalol qo'shsak bo'ladi. Bizning akademiyamiz maqsadi ham shu, kelayotgan mehmonlarga eng yaxshi servisni taqdim etish. Ya'ni bizda o'qiyotgan kadrlar kelgusida, ya'ni qaysi sohada ishlashdan qat'iy nazar eng yaxshi dastur bo'yicha o'qitiladi va eng yaxshi xodim, mutaxassis bo'lib shakllanadi. O'quv jarayonlari mehmonxona menejmenti yo'nalishida yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilgan. Mazkur hamkorlik ta'lim oluvchilarga mehmondo'stlik industriyasining zamonaviy tamoyillari, mehmonxona boshqaruvi, turizm marketingi, xizmat ko'rsatish sifati menejmenti hamda barqaror turizmni rivojlantirish yo'nalishlarida chuqur va tizimli bilimlarni egallash imkonini yaratadi. Xalqaro tajriba va ilg'or ta'lim standartlari asosida ishlab chiqilgan o'quv dasturlari nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalari bilan uzviy uyg'unlashtirish qaratilgan bo'lib, ta'lim oluvchilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirish va ularni real ish muhitiga puxta tayyorlashga xizmat qiladi. Biz o'zimiz professional sifatida o'tgan yili UNVTO tomonidan tashkil etilgan xalqaro treningda qatnashganmiz va xalqaro treningdan olgan bilimlarimizni hozirgi kunda housekeeping mutaxassislarini qayta tayyorlash kurslarida bo'lishyapmiz. Barcha xalqaro standartlar, barcha O'zbekiston Respublikasi hududidagi standartlar bilan barcha mutaxassislarni tanishtiryapmiz. Oxirgi tendensiya, oxirgi trendlar bilan va bundan tashqari sizga, menimcha hammaga ayon bu narsa, chunki housekeeping operatsion sistemasi bu har bir mehmonxonani yuragi hisoblanadi. Chunki mehmonxonani housekeepingsiz umuman tasavvur qilish qiyin. Va biz mana shu narsani mana shu trening davomida mutaxassislarimizga yetkazib va mutaxassislarimizni qanchalik ularni kuchli va kerakli kadr ekanliklarini ko'rsatib berishga harakat qilyapmiz. Hozirgi kundagi darslarimizda bu qayta tayyorlov kurslari bo'lgani uchun housekeeping professionallari qatnashyapti, mutaxassislari aytaylik yetarli darajada o'zlarini
mehmonlarni bilimiga ega bo'lgan mehmonxonalar, ya'ni bu mehmonxonadan kelgan mutaxassislarni mehmonxona segmentiga qarab har xil darajasi, ya'ni kimdir 3 yulduzli mehmonxona, kimdir 5 yulduzli mehmonxona va ular albatta o'zlarini bir-birlari bilan bo'lgan bilimlarini solishtirib, bir-birlari bilan bo'lgan bilimlarini bir-biriga yetkazib berishyapti va undan tashqari O'zbekiston hududida qanaqa tendensiyalar housekeepingga aytaylik kerakli bo'lgan yoki aytaylik o'sha oxirgi standart sistemalarni o'rganishyapti. Bizni kursimiz 2 haftadan iborat, ya'ni birinchi haftani biz ko'proq ilmiy tomondan o'rganishni yo'lga qo'ygan bo'lsak, ikkinchi hafta bu to'liq amaliyot haftasi bo'ladi. Oxirida esa bu qisqa imtihon topshirish sinovlari bo'lib o'tadi va undan keyin esa sertifikatlarini mutaxassislarimizga topshiramiz. Tajriba oshirish maqsadida bu yerga tashrif buyurdik. O'qiyotgan kursdoshlarimiz bilan tajriba almashyapmiz. Hozirda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Nafaqat o'zimizda O'zbekiston davlat standartlari, balki xalqaro davlat standartlarini ham o'rganib bormoqdamiz va buni o'zimni hayotimda, ya'ni mehmonxona hayotida keng tajribalarni olib, faoliyatimda bu bilimlarimni qo'llayman. Hozirda o'zimizda ham housekeeping bo'yicha bir qancha kadrlar bor. U kadrlarga ham o'zim borib, ularga o'sha o'rganganlarimni, malaka oshirganlarimni ularga ham o'rgatib, yana ham ma'lumotni mustahkamlab, o'zimni bilimlarimni ham ularga bo'lishaman. Hali dars boshlanganiga uncha vaqt bo'lmadi, lekin shu qisqa vaqt ichida ham ko'p bilimlarni o'zi olib oldik. Ham amaliy, ham nazariy bilimlarga ega bo'lib qo'llamoqdamiz. Hozirda ish jarayonida ham ketyapmiz, ham o'qishda bir xil olib ketib, tatbiq qilishga harakat qilmoqdamiz. Maqsadimiz xorijdan kelayotgan mehmonlarga sifatli xizmatlarni tashkil qilish, ularni O'zbekistonda mehmon bo'lib ketayotgan mehmonlarni o'zida bir yaxshi xotira qolish maqsadida harakat qilamiz. Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda yurtimizda turizm sohasini rivojlantirish uchun keng ko'lamli, tizimli va izchil islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu jarayonda eng muhim ustuvor vazifa sifatida malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash tizimi ajralmas tarkibiy qism sifatida ko'riladi. Yurtimizga kelayotgan sayyohlar va xorijiy mehmonlar uchun boy tarixiy va madaniy merosimizni, milliy qadriyatlarimizni, urf-odat va an'analarimizni yuqori darajada namoyish etish va targ'ib etishda aynan malakali, zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega bo'lgan mutaxassislarning roli beqiyosdir. Shu maqsad va yondashuv asosida yaratilgan tizimli va puxta ta'lim muhitlari orqali mamlakatimizda turizm salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, xizmat ko'rsatish sifatini yangi bosqichga ko'tarish hamda O'zbekistonni mintaqaviy turizm ta'limi va madaniy markazga aylantirish imkoniyati yaratiladi.